Ketdi. Assalomu alaykum. Biz uzoqda yaqinda kuzatib borayotgan aziz obunachilar, navbatdagi darvozamizni qurbonlashtirib bo'ldik. Darvozamizni Samarqand viloyati Oyloq qishlog'iga kelib o'rnashtirdik. Husanmurod akam YouTube kanalimiz a'zosi ekan. Kanalimizdan nomerimizni olib telefon qilishganda kelishtirib, chiroyli narxlarda tayyorlab berdik. Bu darvozamizni 3 oy oldin Andijon shahriga olib borib o'rnashtirgandik. O'sha fasonda chiroyli qilib o'rnashtirib kelishganda darvozamizni o'rnashtirib berdik. Darvozamiz razmeri eniga 370, balandligi 3,5 razmerda bo'ldi. Girdilari 25 ga 50 sm kvadratda bo'ldi. Darvozamizni 1 kvadratini 1,900,000 so'mdan tayyorlab berdik. Girdilari, dastavkasi, olib kelib o'rnatib berish xizmati hamma yo'g'i bilan 26 million so'mga kelib o'rnashyapti. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Vodiy bo'ylab kelishilgan narxlarda tayyorlab beramiz. Vodiydan tashqariga, Toshkent viloyati, masalan, Samarqand, Jizzax, boshqa viloyatlarga ham kelishtirib, chiroyli narxlarda tayyorlab beramiz. Kanalda yangilar, videomiz yoqqan bo'lsa like bosib o'tingizlar.